Onamga tug'ilgan kuniga gul olib borganman-da bir kuni. Keyin onam da qarab turib xursand bo'lmaganda. Shu o'rniga bir tortni olib kelsang bo'lardi-yu, bolalar bilan yerdik-ku dedi. Endi ichidan xursand bo'lishi mumkin. O'shani men xursand bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman haligacha. Men ham xuddi shunaqa yoshligimda eslayman-da. Chizmachilik, rasm narsada bo'lardi, sizlar ham agar bilsanglar. Rangli qog'ozlardan gul yasab kelardim onamlarga-da. Keyin endi martda hamma har xil baholaydi, to'g'ri. Albatta mart kutish shart emas. Umuman o'shunaqangi tadbirlarda gul olib kelsam, onam shu o'rniga 1 kilo go'sht olib kelmaysanmi? Maza qilib pishirib yerdik, hamma yerdi. Derdilarda, lekin xursand bo'lib qolardilar. Kechagina onam больницada tushib qoldi. Qo'shnimiz Gulchehra opa, Marob opa, xullas qo'shni ayollar yo'qlab kelishdi-da. Shunda suhbat o'tgandan keyin Gulchehra opa aytmaydi, yana qo'shnim. Bir kuni shu vodiyda paytida, Andijonda paytida Gulchehra opa birda bor qo'shnimiz chiqsa shu dod solib uyda yig'layotganmish. Nima bo'ldi ekan, tishdimikin deb yugurib kirib xabar o'sha paytda qaysidir tadbirida xullas 200 tanimikin, 300 tanimikin shu atirguldan nima qilingan jannatim onam deb Toshkentdan turib gul jo'natgandim. Onam shunga xursand bo'lganidan yig'lab yotgan ekan. Men nima bo'ldigini qo'rqib ketibman. Daryodan oshib ketadi-yu, Sharif opa qo'ysiz deb batibdi shu xursandchilikka ham yig'laysanmi deb. Bularni bolachalarning mehrini ko'rib esimga tushib ketdi. Azizlar, do'stlar, ona shunday. Onangizga gul sovg'a qilib turing. O'sha paytda u deydi, bu deydi, o'rniga go'sht olsang bo'lmaydimi deydi, bu qurib qoladi deydi, boshqa deydi. Lekin ana onamni dod solib xursand bo'lganligini eshitib bildimki, onalarga gul sovg'a qilib turish kerak. O'rniga nimadir olsam yaxshiroq bo'ladi, gul olsam gul so'nib qoladi degan xayolga bormang. Otangizdir, onangizdir, albatta har qaysisining o'rni o'zicha aziz, o'rni beqiyos. Lekin aynan ona latofat, nozik tabiat, mehr go'shasi umuman ta'riflashga til ojiz. Nimaiki ta'rif bo'lsa yetmaydi. Lekin baribir gul bersangiz boshqacha xursand bo'lar ekan. Birosda to'lqinlanib ketdim, esimga tushib ketdi. Onangizga gul sovg'a qilib turing.